atom bombasini yaratasan sen. Rus puli sonli bo'ladi. Puldan muammo yo'q har doimgidek. Urushda kuchli matematiklar nima ish qilgan? Yaqinlashgani uchun 2000 ma. Yaqinlashgan. Yo'q, mana shu to'g'ri topdi. Xabar jo'natgan payt matematiklar uni xabarni o'qib bilgan. Ya'ni bu nemischaga yozmagan, xabarlarni kodga yozib, kod bilan jo'natgan. Masalan, bombani 13:30 da portlar deb mana bunga yozgandan ko'ra raqamlashtiradi 1 1 2 3 4 5 6 7 deb aytadi Rossiyada. Rus tushunolmaydi. O'sha uchun polshalik matematiklar nemislar ishlatgan bu shifr deydi, sirli xabarni shifr deydi. Shifrlarni yechgan. O'sha shifrlarni yechib, birdan ortiq xatlarni yechib, o'qib, ya'ni nima yozgan, kimga qanaqa xabar jo'natganligini bilib, urushda ota-bobolarimiz yengib chiqqan. Tushundingizmi? O'sha uchun biza zo'r, kuchli matematik bo'lishimiz kerak. Bugungi o'tadigan logika darsimiz ham shifrlar bo'yicha bo'ladi. Ustoz savol bor. Qarang, hozir sizni qo'lingizda xudo xolasa katta matematik bo'lib o'qisak, hozir urush bo'lyapti-yu. Biza katta matematik o'zi nima qilamiz katta bo'lganimizda? Urushga qatnashmaysiz baba. Ha, endi men kuchli matematik bo'lib o'rsam nima qilaman demoqchimisan? Biza kuchli matematik bo'lsang, atom bombasini yaratasan sen. Yaratilgan to'g'ri, lekin O'zbekistonda yo'q-ku. O'zbekistonga hozir atom bombasi yetishmayapti. O'sha atom bombasini kuchli matematiklar, kimyogarlar, fiziklar yaratadi. O'sha uchun sizlar zo'r o'qib, atom bombasini yaratishimiz kerak. Tushunarlimi? Ya'ni O'zbekistonda ham atom bombasi bo'lishi kerak. Nimaga bilasizlarmi? Sababi urush bo'lib qolsa, birinchidan yutib chiqamiz, ikkinchidan o'zi o'ylab ko'ringlar. Masalan, kimda atom bombasi bo'lsa, bu vlast, bu kuch bu. Boshqa begona davlatlar bor. Masalan, Koreyaga, Shimoliy Koreyaga kimnidir duxu yetadimi? Yo'q. Nimaga bilasizmi? Atom bombasi bor. Ya bitta kilogram bo'lsa, havoga portlatib yuboradi. O'sha uchun biz ham zo'r bo'lib, sizlar kuchli matematik bo'lib, fizik, kimik bo'lib, atom bombasi yaratishlar kerak. Tushundingmi? O'zbekistonda bo'lish kerak bu narsa. O'sha uchun zo'r o'qi. 6-da bo'lsa, bitta ham sifra 6. Молодец, to'g'ri. Har bitta harf, har bitta nimani bildiradi, raqamni bildiradi. Krasavчик. Молодец. Ana kodlarni aytamiz, shifrlar. Necha? Logikamiz juda ham avjida. Молодец. Agar kim tushuntirib bersa, yana pul beradi. Zo'r.